سلام عزیز دوستlar bir xonadagi musofiri viloyat Xo'rlisol dashti qala qariya Navobatdan Felan kishilər Erondan farmoyish bergan inog'amni Shafiq uchun musofirlik shaxsan o'z farmoyishi taqdim bo'ladi. Afg'onistondan o'tkalari Ilyosjon, Mirvaysjon, Hamidullo, Farizjondan farmoyishi bor. Albatta shoir Samiullajon Tanixonning yozgan she'ri bilan va shoir Abdulhamidjon Hazarbog'ning qo'shiq qo'shmog'iga eshitib sog'likdan yashang aziz do'stlar. Musofirman ona sizni sog'indim, vatanimdan bugun men judo bo'ldim. Musofirman ona sizni sog'indim, vatanimdan bugun men judo bo'ldim. Musofir joyga men bugun kelib, ranji azob ko'rdim manay onajon. Musofirman ona o'g'lingiz ay musofir, Shafiqullo o'zi musofir Eronda. Shafiqullo o'g'lingiz musofir Eronda. Shafiqullo aytar musofir o'zim, qaryayina Navobatdan uzoq o'zim. Jadidlarning xonadonlarida shoir Samiullajon Tanixon taqdim qiladi. Shoir Samiullajon Tanixonning WhatsApp raqamlari 2093 79 30 24 90 oxiriyam 7. Unutmangizlar do'stlarim. Shoir Samiullajon Tanixon har doim millati xizmatiga. Shoir Samiullo yozdi doston, Shafiqullo ayladi bugun farmon. Musofirman do'stlarim bugun o'zim, vatanimdan bugun ovora bo'ldim. Musofirman do'stlarim bugun o'zim, vatanimdan bugun ovora bo'ldim. Xudoyo hech odam musofir qilma, vatanidan bugun judo qilma. Musofir bo'lganlar xolis ekan, begonaning mulki begona ekan. Onajon qamchi jadidlarning xonadonlarida shoir Samiullajon Tanixon taqdim qiladi. Shoir Samiullajon Tanixon do'stlarning xizmatingizda bizni chorsa. Onajosiz alam chekmasiz, bir kundiki taman vatan jonga. Holingizga kelib salom berib, pishirgan noningizdan men yerman. Shafiqullo o'g'lingiz siz musofirmisiz, sizni sog'inlaring har kuni. Musofir o'g'lingiz Shafiqullo o'g'lingiz musofir bugun bo'ldi, vatanidan ovora. Shafiqullo o'g'lingiz musofirdir vatandan.